Siz farzandingiz nima ishiga bee'tibor bo'lmasangiz, bu videoni tarqalishini bizga yordam bering. Lekin Bog'bonlar markazi kanali kuzatuvchilari, biz e'tibor berayotgan bo'lsanglar, oxirgi paytda o'sha 3-4 kundan beri o'sha sun'iy intellekt yordamida yaratilgan videoroliklarni kanalimizga joylashga boshlaganmiz. Biz bu bilan nimaga erishmoqchimiz? O'sha biz ko'z bilan ilg'ay olmaydigan, rasmga olishni imkoni yo'q yoki rasmi yo'q, video roligi yo'q kasalliklar yoki qanaqadir o'g'irlik yetishmasligini belgilarini biz o'sha sun'iy intellekt yordamida yaratilgan videolar orqali biz kuzatuvchilarga yetkazib berish maqsadida bu ishni yo'lga qo'ydik. Biz bu bilan nimaga erishmoqchimiz? Maqsadimiz katta. O'sha bog'dorchilik sohasini rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shmoqchimiz. O'zimiz uchun hozir 60 ta mavzuni o'zimizga tanlab olganmiz, buni reja qilganmiz. Bu kunlik bitta ikkitadan xudo xolasa joylashni boshlaymiz. Biz bu bilan nimaga erishamiz? O'sha mevali daraxtlarda hozir asosiy iyul oylarida kuzatiladigan, amalga oshiradigan agrotexnik tadbirlar bo'yicha videoroliklar olishni boshladik. Biz bu bilan nimaga erishmoqchimiz? O'sha bog'dorchilik sohasini rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shmoqchimiz. O'sha siz ham bunga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Bunga qanaqa hissangizni qo'shishingiz mumkin? O'sha like bosib, kommentariy yozib, o'sha bog'dorchilik sohasiga qiziquvchilar, shu soha bilan shug'ullanuvchilarga yetib borishga o'z hissalaringizni qo'shsanglar, buning orqasida biz ertaga sifatli meva yeymiz. Preparatlarni me'yoridan ortiq ishlatish natijasida bu mevalar tarkibida pestitsid qoldiqlari oshib ketadi. O'g'itlarni me'yoridan oshiq ishlatishi natijasida har xil kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Siz bu bilan bog'dorchilik sohasini rivojlanishi bilan birga o'sha tabiiy mahsulot iste'mol qilishiga siz o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting, like bosib qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.